Tilda fikrda ishda birlik shiori ostida chiqayotgan Jadid gazetasining navbatdagi sonida e'lon qilingan maqolalarning ba'zilarini mazmun jihatdan sharhlab o'tsak, Jadid teatri milliy madaniyatimiz tarixida muhim va yangicha hodisa bo'lgan. Teatrga nafaqat san'at, balki ma'naviy targ'ibot vositasi sifatida ham qaralgan. Shu sababli o'sha davrdagi ziyolilar teatr faoliyatini kuzatib, tanqidiy va tahliliy tarzda o'z fikrlarini matbuotda bayon etganlar. Abdulla Qodiriy ham o'zining jurnalistik faoliyatida teatr san'atiga aloqador bo'lgan Azob bog'chasida yig'i-sig'i, Eski shahar teatri havaskorlariga bizda teatru ishining borishi nomli felyetonlar e'lon qilgan. Ushbu sonda berilgan Chora tanqid yo'lidir nomli maqolada Qodiriyning nigohi orqali Turkiston teatrlari haqida kengroq tasavvurga ega bo'lamiz. Abdulla Qodiriy teatr san'atining rivojlanishida tanqidchilikning o'rni muhim ekanini aytar ekan. Bunda faqat artistlar ijrosiga to'xtalib qolmasdan, balki ssenariylarni ham atroflicha tahlil qilishni taklif etadi. Zero, teatr va dramaturgiyani yaxshilash uchun birdan-bir chora bo'lsa, ul ham tanqid yo'lidir deydi. Yozilayotgan sahna asarlarining har tomonlama barkamol bo'lishi, tomoshabin didi va saviyasining yuksalishiga xizmat ko'rsatishi. Buning uchun dramaturglar asar kompozitsiyasini, personajlar sajiyasini pishiq, puxta ishlashni talab qiladi. Qodiriy teatr san'atini shakllantirishda millat manfaati birlamchi ahamiyatga ega bo'lishini urg'ulaydi. O'zbekiston futbolining dunyo sahnasiga chiqishi katta voqelikdir. Ilk marotaba milliy terma jamoamiz 2026-yilgi jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bu tarixiy voqelik qalblardagi g'ururni yuksaltirib, barchani birlashtirdi. Gazetada iftixor rukni ostida e'lon qilingan Dunyo darvozasi ochildi bizga nomli maqolada muallif murakkab va sinovlarga boy bo'lgan futbolimiz tarixi, bu yo'nalishdagi qat'iy va oqilona islohot jarayonlarining kechishini tahlil qilgan. Islohot samarasi o'laroq qayta jonlangan jozibali futbol huvillagan stadionlarga ishqibozlarni qaytardi. Futbol rostmana milliy o'yinga aylandi. Ashaddiy ishqibozlar klublari paydo bo'ldi. Termamizning xorij maydonlaridagi ko'tarinki o'yinlariga aynan ana shu fanatlarning qo'llab-quvvatlashi qanot bo'ldi desak, adashmaymiz. Ro'yxatlarda yo'q edi nomi. Ushbu maqola millat fidoyisi, jadidlar g'oyalari ta'sirida kamol topgan va ma'naviy yetuklikka erishgan inson, qatag'on qurboni Abdukarim To'xtaboyev haqida. Davlat tashkilotlarida ta'lim sohasida faol ishlab, milliy kadrlarni tarbiyalashda ishtirok etgan To'xtaboyev 1930-yillardagi siyosiy o'zgarishlar, ishonchsizlik muhiti sabab qora ro'yxatga kiritilgan. Ayblovlar asossiz bo'lib, faqat o'tgan kunlar romani borligi, jadidlarni hurmat qilgani va hukumat siyosatiga tanqidiy fikr bildirgani uchun qamalgan. Ayon jadidlar uchun ta'lim-tarbiya shaxsiy unib o'smakdan ko'ra ko'proq millat taraqqiysiga daxldor masala edi. Abdukarim kun sayin ana shu ruhni o'zlashtirib borarkan, ilm o'rganishning o'zi bilangina kifoyalanmasdan, uni qay tarzda jamiyat manfaatiga xizmat qildirish mumkinligini o'ylardi. Jadidlar ta'kidlagan aql bilan ishlash, ilm bilan yashash, millat uchun jon kuydirish kabi g'oyalar uning dunyoqarashiga tobora chuqur ta'sir o'tkazardi. Ana shu g'oyalar ta'sirida u o'z fikri, qarashi va mavqeini anglab borar, ma'naviy kamolot yo'lida jadidlar ilgari surgan tashabbuslar muhim o'rin tutardi. Shu kabi tahliliy maqolalarni nashrning ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy kanallaridan onlayn o'qishingiz mumkin.